Pnevmoniya bilan og'rigan bemorlarimiz uchun o'pka faoliyatini tiklovchi nafas olish mashqlarini ko'rsatib beramiz. Ushbu mashqlarimiz uxlashdan oldin kechki vaqtda bajarilishini tavsiya etamiz. Bu mashqimiz stulda o'tirgan holatda bajariladi. Birinchi mashq: nafas olamiz, boshimizni orqaga biroz egamiz. Nafas chiqarganda dastlabki holatga qaytib, boshimizni biroz pastga qaratamiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olganda barmog'imiz bilan burnimizni bekitib, nafas chiqarganda qo'limizni almashtirib, boshqa tarafini bekitib, nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytamiz. Ikkinchi mashq: dastlabki holat, stulda o'tirgan holatda yelkalar tekis. Nafas olamiz. Nafas chiqarganda boshimizni burib, nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytganda nafas olamiz. Boshqa tarafga boshimizni burib, nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Oxirgisi nafas olamiz. Boshimizni burib, nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib mashqni tugatamiz. Uchinchi mashq: o'tirgan holatda qo'llarni ustma-ust birlashtiramiz. Qo'llarni yuqoriga ko'tarib, orqaga tortib nafas olamiz. Dastlabki holatga qaytganda nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Yelkalarni tekis tutgan holatda nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib mashqni tugatamiz. To'rtinchi mashq: dastlabki holat, o'tirgan holatda qo'llarni oldiga birlashtiramiz. Nafas olganda qo'llarni yonga kerib, nafas chiqarganda yana qo'llarni birlashtiramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib mashqimizni tugatamiz. Oltinchi mashq: biroz oldiga surilamiz. Yelkalar tekis, qo'llar yonda. Nafas olganda yelkalarimizni ko'taramiz. Dastlabki holatga qaytganda nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Dastlabki holatga qaytib mashqimizni tugatamiz. Agarda boshingiz aylanib, nafas olishingiz siqsa, hech ham xavotir olmang. Ko'zlaringizni yumib, biroz tin olib, holatingiz yaxshilangandan so'ng yana mashqlarni davom ettiring. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.